Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kecha va bugungi amaliyotimizda uchragan qiziq va murakkab klinik holatlar bilan bo'lishmoqchiman. Kecha bizda ikkita bemorda, ya'ni bittasida diabet, ikkita atsidoz, bu operatsion stress, ichki etish va qayt qilish sababli bemorda ikkita atsidoz rivojlangan va bugungi holatda uni korreksiya qilib bo'limga oldik. Keyingi bemor bu giperglikemik giperosmolyar holat. Bunda ham operatsion stress natijasida bemorda osmolyarlik oshishi, qon miqdorining oshishi yuzaga kelgan va bu holat ham korreksiya qilindi. Va bugungi eng qiziq holatlardan biri bu 4 yoshli bemorda erta jinsiy rivojlanishga shubha qilib bizga yuborilgan va tekshiruvlar davomida bemorda LGN stimulyatsion testini o'tkazdik. LGN stimulyatsion testda bazal LG 3 gacha bo'lgan, ya'ni bu sentral genezli erta jinsiy rivojlanishga bir belgi hisoblanadi, lekin shunga qaramasdan biz test o'tkazganimizda LG 100 dan baland, ya'ni stimulyatsionniy LG 100 dan ko'tarilishi kuzatildi. Bu bemorda sentral genezli erta jinsiy rivojlanish borligini dalolatini beradi. Shu sababli bemorga ertaga MRT gipofiz sohasini kontrast bilan reja qilganmiz. Keyingi bemor bu o'sishdan qolib qolayotgan bemor, 15 yoshli, unga bir vaqtning o'zida AKTG va somatotropin gormonni stimulyatsion testini o'tkazganmiz va bemorda qon miqdori 4.8 dan 2.1 gacha tushishi kuzatildi va test davomida uni yana qaytadan 4.6-4.8 ga ko'tarilishi kuzatildi va testni juda ham yaxshi o'tkazdi. Bu bemorda somatotropin gormon va AKTG gormoni yetishmovchiligi tasdiqlanmadi, ya'ni normal javob reaksiyasi kuzatildi. Bu ko'proq idiopatik yoki boshqa sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'p, eng asosiy kasalimiz bu bemor 12 yoshda, oxirgi 1,5 oyda bemorni 10-12 litrlab suv ichish va ko'p siyish bezovta qilgan. Bemor 10 litrlab kuniga siyish kuzatilgan. Kuchli chanqash, qizib ketish kabi shikoyatlar bilan bizga murojaat qilgan va bemorni ko'rik davomida undagi barcha elektrolitlar almashinuvi, ya'ni kaliy, kalsiy miqdorining tashqari ikkilamchi, yurak usti bez yetishmovchiligi, gipotireoz kabi va buyrak kasalliklari kabi holatlar istisno qilgandan keyin bemorni quruq ovqat bilan proba o'tkazish uchun statsionarga biz yotqizdik va test davomida dastlab bemorga biz quruq ovqat bilan proba qildik. Bemorda o'sha probani boshlashdan oldin tungi 10da osmolyarligi va natriy miqdori norma chegarasida edi va biz undan keyin suyuqlikni mutlaqo cheklab turib to ertalabki 6-8 gacha, ya'ni 8 soat davomida suyuqlik bermay kuzatganimizda bemorning ahvoli og'irlasha boshladi. Ya'ni bemorda taxikardiya, suvsizlanish belgilari va vaznning 2 kiloga, ya'ni 5% dan oshiqqa kamayishi, undan tashqari natriy miqdorining 147 bo'lishi, osmolyarlikning 297 dan oshishi kuzatildi. Va shunga qaramasdan sidik osmolyarligi 100 dan past bo'lib qoldi va bu bemorda qandsiz diabet markaziy yoki periferik buyrakka bog'liq formasi borligini anglatadi. Va bemorda biz quruq ovqat bilan probani to'xtatib, desmopressin bilan proba boshladik va desmopressin bilan proba boshlanganda bemordagi suv ichish, chanqash va diurez miqdori sezilarli kamaydi va suv ichishga ruxsat berilganda bemor to ertalabki 8 dan kechki 6 gacha bo'lgan muddatda 2 litrga yaqin suv ichgan bo'lsa, 500 ml ga yaqin diurez berdi va yo'qotgan vazni ham 1 kilosini tiklashga erishildi va osmolyarlik, sidik osmolyarligi 100 dan past bo'lgan 409 gacha ko'tarildi. Adabiyotlarda va tavsiyanomalarda sidik osmolyarlik 750 dan ko'tarilishi kerak, lekin doim ham bunday bo'lavermaydi. Bu ko'proq uzoq davom etgan yoki buyrakning sezuvchanligi buzilish hisobiga osmolyarlik to 750 gacha ko'tarilmasligi mumkin, lekin bemordagi qondagi natriy miqdori normallashuvi, osmolyarlikning normallashuvi va yo'qotilgan vaznni yaxshilanishi bu bemorda buyragini desmopressinga nisbatan sezuvchanligi, ya'ni konsentratsion funksiyasi saqlanganligini ko'rsatadi va bemorda qandsiz diabet markaziy shakli borligini ko'rsatadi. Biz markaziy shakliga shubha bo'lganligi sababli albatta bunday holatlarda bosh miyani organik kasalligini inkor qilish kerak bo'ladi. Bemorga biz gipofiz sohasini 3 Tesla MRT tekshiruvi kontrast bilan qildik va bemorda gipofizit belgilari, ya'ni o'sha gipofizning yuqori qismidagi, orqa qismidagi o'sha bright spot, ya'ni yorqin dog'ning yo'qligi, bu albatta o'sha vazopressin saqlovchi zonada o'sha bo'shlikni anglatadi, ya'ni bu vazopressin zapasi kamligini anglatadi. Undan tashqari yuqori oyoqchani qalinlashuvi, ya'ni bu gipofiz sohasi yallig'lanish kasalligi ko'proq bu autoimmun yoki o'sha infiltrativ kasalliklarda bo'lishi mumkin va bemorda gipofizit tashxisi aniqlandi.
va endilikda bemorda autoimmun faktorlar va anti-TPO va ANA tekshiruvlaridan tashqari immunoglobulin G4 kabi formalarini tekshirish reja qilindi va hozirda o'sha desmopressin 5 mikrogramdan 2 doza fonida bemorda ahvoli mutlaqo yaxshi, chanqash, suv ichish, diurez, ko'p poliuriya belgilari kamaygan va o'zini mutlaqo yaxshi his qilmoqda. Xo'p, bugungi testlarimizni o'tkazishda albatta bizga laboratoriya shifokorlari, radiolog shifokorlar va bemorlarni davolashda reanimatsiya shifokorlari katta yordam berishdi. E'tiboringiz uchun rahmat.